Yo, what's up? Bola obunachilar, bugun sizlar bilan yana o'sha Mikey obunachilar, bugun biz o'sha yana jamoaviy survival videomizni olamiz. Hozir video boshlanishidan oldin sizlarga bitta Shahboy degan bratimizni kanallarini reklama qilib beraman. Iltimos videoni o'tkazib yubormang yoki reklama joyini uzib tashlamang. Mana obunachilar, hop, birinchi o'rinda YouTube programmasiga kiramiz. Poiskga Shahboy deb yozamiz. Hop, Shahboy da shunaqa deb yozsanglar, Shahboy bratimizning kanali chiqib keladi. Mana cheksiz qishloqni survival degan videolari ham chiqib keldi. Ko'rib turganingizdek, kanal avatarkasi, banneri juda ham zo'r, prevyulari ham zo'r, lekin prosmotrlarni qaranglar. Vashshe ko'p obunachilar. Obunalarini qaranglar, 23 tagina unaqa sifatli shader, wow. Lekin mana bu videolarda vashshe shader bomba, lekin prosmotr 9 ta. 23 ta подписчик. Bu nima degani obunachilar? Shunga bularning kanallariga kiramiz. Любой bitta xohlasanglar shu test 69 videolarga kommentariyasiga Mikeydan salom deb yozib qo'yasizlar. Bolalar, давай shu bratni 50 ta, хотя бы 50 ta подписчикlar qilamiz. Kanal описание va kommentariyada bor. Videoga go. Oppa, hop, o'tgan safar o'tgan qismda mana somonlarni buzgandik. Endi shu yoqdan o'zimizga vaqtinchalik yashab turishimiz uchun endi to'g'ri o'zi katta bratolasi bitta katta uy qurmoqchi edim. Nega qo'yolmaymiz desanglar, hali bizani qasrimizni devori yo'q. Devor qo'yganimizdan keyin nima qilamiz? O'tirmaydi, keyin uyimizni katta qilib quramiz. Hozirchalik bo'lsa shu qalachamizni ichida xonalar qilib qurib yashab turamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Endi давайте qurishni boshlaymiz. Tezlashtirilgan kadrda sizlar bo'lsa, meni ham Shahboy ham kanaliga obuna bosib kelinglar. Ko'rib turganingizdek, mani uyim stili shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa zo'r bu xonalarda shunaqa turadi. Bular Kivijon menimcha hammani xonasi birda bo'lyaptilar. Tushunsalar kerak-da, tushunarli. Men aytmayman-da, shuning uchun bilmaganlar. Все, hop. Endi bu xona tayyor. Xonani devorini qurib bo'ldi. Endi biz ichkarini yasatish kerak. Hop, endi Kivijonga kravatni beramiz. Men oling. Oling-ne. Men. Mana kravat oling. Uxlaysiz. Qishlardan kelganman. Bular bormaganlar, o'shaning uchun biz beramiz endi. Yaxshilik qilish kerak, odamlar yaxshilik qiladi-yu. Aytgancha yana bitta narsa, bo'ldi. Bizning kanalimiz necha asrdan beri 246 ta obunachi bilan yotibdi. Bo'ldi, biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak, tushunasizlarmi? Qaranglar, bunda auditoriyani hozir sizlarga ko'rsataman. Mana ekraningizda chiqdi.
qaranglar, mani videolarim jami 90.780 ta odam ko'rgan. 90.000 jumlasidan почти 100.000 ta. Lekin ulardan faqat 98%gina obuna bosgan. Obuna bosmagan. 98% odam obuna bosmagan. Tushunasizlarmi bola? Agar hozir o'sha 98% odam ham menga obuna bosganda, men hozir necha ming obunachi bo'lganimni bilasizlarmi? Agar hozir o'sha hamma videolarimni ko'radiganlar menga obuna bosganda, men hozir salkam 100.000 ta obunachiga erishgan bo'lardim. Lekin men shunaqa obuna bosmaganinglarning sababi bilan hali ham 246 хотя бы 300 obunachi bo'lmasdan o'tiribman obunachilar. Tushunasizlarmi? Videomni ko'rasizlar, to'g'rimi? Videom qiziq bo'ladi menimcha. Qiziq bo'lmasa, bemalol shikoyatinglarni videom bo'yicha qanaqa muammo borligini hammasini yozinglar. Lekin shu videoni ko'rib maza qilasizmi? Sizga yo'qotdim shu video. Iltimos obuna va like ayamang. Kanalimiz rivoji uchun men shuncha harakat qilyapman sizlar uchun videolar olib, mana bunaqa survival olib. Lekin sizlar uchun просто bitta knopka bosasizlar, klik ketadi, 1 sekundda bo'ladigan narsa. Qani hozir obuna bosing davay. Qani bosdingizmi? Bo'ldi, rahmat. Shunaqa sizlarga obunachilarim ko'paysin. Men sizlardagi obunachilarim hisobiga xursand bo'lib yana videolar olveraman. Kivi biyoni musorxonada bo'ladimi? Daraxtlarni ekib ketganlarni daraxtlar qoladi, chunki daraxtlar bilan aniqsa bo'ladi, pechkaga tiqsa bo'ladi. Lekin men gullarni hozir o'zlariga olib chiqib beraman. Bolalar, hozir men 13 ta sanduq yasab oldim. Mana bu yerga sanduqlarimiz omborini qilamiz. Uran! Yoqoraman, ko'tingizni yoqaman, menga qarang. Tosh yig'ing. Tushunasizmi? Tosh yig'ing. Bolalar, hozir endi shunaqa deb chiqib tushsak, hamma sanduqlarimiz narsalarni solib qo'yamiz. Yana sanduq yasasak ekan. Ili qalqon yasab olamiz. Qalqon. Xo'p, yog'och olamiz. Yana sanduqga yoqib bolaga sanduq nima edi? Sanduqga uraman, bolaga ham qalqon yasab beraylik. Mana sanduqlarni qo'ygandim shekil. Videoga ne tushmadi? Stop. Bolaman, hozir montajdan turib gapirib o'tiribman. Men sanduq qo'ygan joylarimni tushmadi. Bola eslolmayman. Men qo'yganmidim, uran qo'ygan. Xullas, nimagadir meni hozir mana shu server o'ynaganimda qo'limga 13 ta sanduq olgan ekanman. Lekin uni chatga qo'ymanman. Uran qo'yganmidi, xullasda esimda yo'q. Chunki bu video olinganiga bir haftacha bo'lib ketdi. Endi montaj qilman ikkinchi qismini.
Bolalar, videomiz tugadi. Agar shu video yana 15 ta like yig'sa, bu videoning 3-qismi ham chiqadi.